qatnashchilari, bugungi yig'ilishimiz sababi muhtaram yurtboshimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rahbarligida 2024-yil 16 dekabr kuni banklar tomonidan mahallalar va aholi bandligini ta'minlash va daromadli qilish bo'yicha 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan uchrashuv o'tkazyapmiz. Uchrashuvda aholida bor murojaatlarni o'rganish, bank tomonidan kerakli kredit ajratish bo'yicha takliflarni bildirish, taklifga so'ng kredit mablag'larini ajratish va aholiga bo'sh ishlarni yaratish va ish bilan ta'minlashdan iborat 100 million so'mgacha garovsiz kreditlar ajratyapmiz. Bundan tashqari 47-qarorga asosan 17 million so'mgacha, keyin mahalla loyihasi bo'yicha 50 million so'mgacha. Agrobank tomonidan 7 ta mahallaga Guliston, To'qqiztepa, Sho'rko'l, Yangi G'azzo, Karakatta, Ko'kcha, Zafarobod mahallalariga Agrobank tomonidan ajratiladi. Qolgan 8 ta mahalla Navro'z, Birlik, Sho'rtepa, Uchtepa, Boymurat, Yuksalish, Sarjan mahallalariga Bezrivojlantirish banki tomonidan kredit mablag'lari ajratiladi.